Assalomu alaykum. Chemical Solution jamoasi mana bugun issiqxonalardamiz. Pink Paradise navi ekilgan. Mana Syngentadan mutaxassislar kelishgan. Ular bilan birgalikda o'zimizning shu agrokonsultatsiyalarni berib, qo'ldan kelgancha yordam beramiz va bu yoqda asosiy Valagro mahsulotlari ishlatilgan o'g'itlari. Shularning effekti, natijalari, kamchiliklari bo'lsa, ular haqida ham o'zaro suhbatlashamiz. Biz hozir bu yerda nima qilyapmiz? Amaliy yordam berib, mana virus bilan zararlanganini ko'rib turibsiz. Bularni oldini olish, qanday kurashish mumkin, o'sha ko'chatdagi holatlar, qanday qilib bizda Chemical Solutionda mavjud bo'lgan vositalar qanaqa qilib amaliy yordam beradi, qanday qilib oldini olish mumkinligi haqida suhbatlar o'tkazib boryapmiz. Asosiy maqsadimiz respublikamizda faoliyat olib borayotgan dehqon fermer xo'jaliklariga o'zimizning shu mutaxassislarni jalb qilgan holatda amaliy yordam berish va yuqori hosil va yuqori natija olishlariga ko'makchi bo'lish bizning asosiy maqsadimiz.